Bizning Qashqarning qoidamiz bo'yicha bir tal üstüp qo'ygan qoida bor tekran. Xafa bo'lsangiz, men unchalar oliyjanob emas. Sen bu ajrashib kelishimdan siz qo'l qo'ying. Biz ajrashib ketaylik. Biz ajrashmasak bo'lmaydigan yerga kelib qoldikmi? Sizningcha bu turmushning tutquchiligi bormi? Sizning qo'lingizda o'tmagan nima ish bor? Acaba biz uy tutib 10 yilda işte bu uyni bir tutib qoldik, biz imkoniyat qolmadimi? Xo'sh, undaqda biz 10 yillik to'y turmushimizga nazar sepib boqaylik. Bo'ldi. Men Qashqardan, siz Aqsudan, to'g'ri-ku? Xo'sh, to'y qilgan vaqtimizning o'zida qaysi bir qoidalar mening ra'yim bo'yicha bo'lib boqdi. Tajgul, qarang. Ikki jutninki orliq jiroq, urf odatning o'xshamaslik sababidan to'g'ri. Biz qiz so'rab borgan vaqtimizda uydagilar sizlarning kutganinglardek qilamagan yerlar bor. Ama 10 yıl burun bo'lgan ishni 10 yildan keyindagi buganga sabab qilish ketamda, ha? İş qilib, bu ikki tarozini cho'qaram. Jinsa vaqtimizning o'zida bu tarozi ig'irroq silinib qolamki, bu narsalardan chiqroq ig'irmikin. Ish qilib, bizmi qilish tegishli qoidalarning hammani joy-joyiga voyaga yetkazib qildik. Hey Tajgul. Sizlarning shu taraflarda qoidasiga bak ahamiyat bersizlar. Ama bizning shu tarafda cho'nglarning o'ylaydigini ikkalan baxtli yashil bo'ldi deb qaraydi. Uning nari xato. Ma'qul, cho'nglarni izzat o'rnatiliga qilmayli, lekin atsi uxlab qolib qilganimizning o'zi cho'qaram. Bizning Qashqarning qoidamiz bo'yicha bir tal üstüp qo'ygan qoida bor tekran. O o'zlikni musammadi, xo'sh biz Aqsudan Urumchiga qaytib yenib kelib mushad uy tutimiz degan vaqtimizning o'zida nima ish qilib berdi? Urumchiga kelgan vaqtimizning o'zida apamning bizga qilib bergan narsani bana jaylab bergan narsani ko'rib sizmi og'zingiz echib qoldingiz. Lekin apam nima qildi? Mush ailemiz uchun, mush uyimiz uchun qancha ajrashlandirib berdi. Charchab ketdim. Bo'ldi. O'rpadat deblam tugatdingiz. Bo'ldi, o'rpadat deb tugataylik. Xo'sh, unda to'g'ri kelaylik. Mening yuzimning bir yerlarda tatqim, bo'ynimning bir yerlarda vulqim bor ekan. Xo'sh, siz aspirantni tutagan bo'lsangiz, men aspirantni tutagan. Sizni apangiz tug'ib berib cho'ng qilgan bo'lsa, menimi ata-onam shuncha qadrli holatda baktas berib cho'ng qilgan boshqalarning ailesida baltiq qalbingizda yo'g'on bilaziklarni quloq sep qo'ydi ekan. Eng arma ekaninglarchu, 3 gramlik uzuk. Ajba, mening mush berishlarim shu erir bilaziklarni ko'tiraman ekan. Bunga nima deysiz? Tajgul, hamma narsani moddiylikqa chatamliq. Moddiylik chatamliq, xafa bo'lsangiz, men unchalar oliyjanob emas. Ma'qul, ma'qul bir tal 3 gramlik uzuklar bo'ldi qilinglar. Lekin men chamg'u tug'magan, chiroyli bir bal tuqqan, balning aytori bo'landimi? Altın zibizini, o bir tümütesak ko. Yok bo'lsa elib olsak bo'ldi. Opam sizni to'g'itdan qopqandekkan, o so'q uzukni quloq sep qo'yguncha uy kelsa, men loyiqida kutib olsam, qo'sqa qilib olsam, bu vaqt edilgan uyni chiroyli saramjonlashtirib olsam deb pulni shu yerga tejab qopti. Siz-chu mening do'stimning qo'liga bilaysiz olgan, u mancha gram oltin olgan, aran 3 gram oltinni ko'tarib kelibsizlar deb hammani ujiqtirib aytdingiz. Sizning mush ishlar ajab biz tutayotgan uyni buzib, ajrashib ketishga sabab bo'lamda.